Ko'ramizmi? Hozir bizda qurbonlik masalasida juda ham xalqimiz ikkichi. Rostdan ham buni bilmaydi, hukmini bilmaganligidan qilmaydi. Zakot vojib bo'lmasligi mumkin bir odamga, lekin qurbonlik bilan sadaqa fitr vojib bo'laveradi unga. Chunki ana o'ydagi idish tovoqlarni hisoblasa, uni puli 100 million bo'lib ketadi. Gilamini o'zi palon pul. Hozir anu servanning ichiga tahlab qo'ygan idishlari bor, har biri bitta kambag'allik uyidan qimmat. Shuning uchun qurbonlik vojib bo'ladigan qatlam juda ham ko'p. Sadaqa fitr vojib bo'ladigan qatlam juda ham ko'p xalqning ichida. $1,5 ming dollarga bitta qo'chqor olaman dedilar. Dedim. Shuni olib kelib hovliga olib kelib so'yib, mashincha go'shtini ham oldiga hozir hammasi tarqatib yuboraman dedilar. Hech katta ish qilar ekansiz dedim. O'zingizni nomingizdan so'yasam, "Yo, 7 kishi nomidan so'yaman" deyaptilar. Onalariga vojib bo'ladi u kishini. Ayollariga vojib bo'ladi. Chunki ayollarda kamida 5 kilo tillasi bo'ladi u kishini. Tilladan tashqari ustidagi ko'zlari narxini endi Xudo biladi qanchaligini. Sadaqa fitr bilan qurbonlikni hisob kitobida ular hojati asli emas. Qurbonlik ham xuddi shu. Qurbonlik vojib bo'lishi uchun shu o'lchov kerak. Sadaqa fitr kimga vojib bo'lsa, qurbonlik ham shunga vojib bo'ladi. Zakotning nisobi bilan sadaqa fitr nisobida farqi bor. Zakotning nisobini hisoblash bilan sadaqa fitr nisobini hisoblashda ikki xil ko'rinishda hisob kitob bor. Hojati asliya zakotda boshqa bo'ladi, sadaqa fitrda boshqa bo'ladi. Zakotda bir umrda bir marta ishlatiladigan narsasi bo'lsa, u hojati asliyaga kiradi. 10 ta gilami bor, bir yilda bir marta yo 3 yilda bir mehmon kelganda tagiga soladigan gilam bo'lsa, u gilamni zakoti berilmaydi. Ya'ni nisob o'lchashda uni kiritilmaydi. Va bu hojati asli deyiladi. Bu chunki 3 yilda bir kerak bo'lar ekanda u. Yoki uyda ancha idish tovoq olib qo'ygan. 100 ta mehmon chaqirganda ishlatadi uni. U 100 ta mehmonni 2 yilda bir, 3 yilda bir to'y qilganda chaqirishi mumkin. Undan boshqa vaqt chaqirmaydi. Hozir u ham yo'qolib ketdi-yu, ijaraga bo'lib ketdi-yu hamma narsa. Hali ham bormi? Ha. Endi zakotda mana shu mollarni hojati asliya deb qaraladi. Agarchi yilda bir marta iste'mol qilinsa ham. Sadaqa fitr bilan qurbonlikni hisob kitobida ular hojati asli emas. Shuni bilib olinglar. Ular hojati asli emas. Hojati asli bo'lishi uchun bugunni o'zida kerak bo'lib turgan zarur narsalar hojati asli bo'ladi, ikkalasini hisoblashda. Shu uchun zakot vojib bo'lmasligi mumkin bir odamga, lekin qurbonlik bilan sadaqa fitr vojib bo'laveradi unga. Tushundinglar? Chunki ana o'ydagi idish tovoqlarni hisoblasa, uni puli 100 million bo'lib ketadi. Gilamini o'zi palon pul. Hozir anu servanning ichiga tahlab qo'ygan idishlari bor, har biri bitta kambag'allik uyidan qimmat. Me'yor yo'q. O'sha nisobdan ortsa bo'ldi, haligi mol mulkni hisoblasa, 34 milliondan oshsa unga zimmasiga qurbonlik vojib bo'ldi. Shuning uchun qurbonlik vojib bo'ladigan qatlam juda ham ko'p. Sadaqa fitr vojib bo'ladigan qatlam juda ham ko'p xalqning ichida. Endi xalqimiz bir tomondan to'g'ri qiladi. Ya'ni masalan hozir hamma sadaqa fitr beradi bizda. Kambag'al ham boy ham beradi. O'zi sadaqa fitr oladi, lekin u ham beradi. Bor-ku ba'zi kambag'allar o'zi oladi, hamma mahalla yig'ib o'shanga olib borib beradi. U ham men ham sadaqa ham berishim kerak deb ertalar olib chiqib kimgadir olib borib keladi. To'g'ri, lekin nimaga o'sha hamma berishligi aniq qoidadan kelib chiqqan. Endi ikkinchi masala qurbonlik ham xuddi shu. Qurbonlik vojib bo'lishi uchun shu o'lchov kerak. Sadaqa fitr kimga vojib bo'lsa, qurbonlik ham shunga vojib bo'ladi. Qurbonlikda qo'y so'yamizmi? Hozir bizda qurbonlik masalasida juda ham xalqimiz ikkichi. Rostdan ham buni bilmaydi, hukmini bilmaganligidan qilmaydi. Bir boy odam Moskvada ko'rishib qoldik-da, Gassenitsada. Kechqurun gaplashib o'tiribmiz. Juda boy odam endi. Tasavvur qilib bo'lmaydigan boy odam. Gapirib, kechasi bir bo'lib ketdi. Zufar domla degan domlamiz birga edilar men bilan. Gaplashib o'tiribmiz. Qora aka dedilar, ha. Biz har yili qurbonlikda falonchi domladan so'raganmiz dedilar. Endi men taniydigan domlani aytibdilar, Toshkentdagi. $1,5 ming dollarga bitta qo'chqor olaman dedilar. Dedim. Shuni olib kelib hovliga olib kelib so'yib,
mana shuncha go'shtni ham oldiga hozir hammasini tarqatib yuboraman dedilar. Hech katta ish qilar ekansiz dedim. O'zingizni nomingizdan so'yasizmi? Yo, 7 kishi nomidan so'yaman deyaptilar. Onalariga vojib bo'ladi u kishini. Ayollariga vojib bo'ladi. Chunki ayollarda kamida 5 kilo tillasi bo'ladi u kishini. Tilladan tashqari ustidagi ko'zlari narxini endi Xudo biladi qanchaligini. Qizlariga vojib bo'ladi balog'atga yetganiga. O'g'illari balog'atga yetganiga vojib bo'ladi. Kelinlariga vojib bo'ladi ularni. Har biriga bittadan qurbonlik vojib bo'lgan odam katta 1,5 mingga bitta qo'y olib kelib so'yib, 7 kishi nomidan u maqtanish qarang. Shunchasini o'yga olib qo'ymayman, hammasini berib yuboraman deyaptilar. Hammasini o'zingiz yeng, aka, 7 ta so'ying dedim. O'zingizda qolsin deyapman. Nima qilasiz uni tarqatib? Agar nima bo'lsa, u faxr emas tarqatish. Ya'ni u mustahab amal tarqatish. Asosiy masala iroqatud dam. Qonunni chiqarish. So'yish asosiy masala. Xo'p, gap